Bog'chamizda hozirgi kunda 240 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanib kelmoqda. Bog'chamiz zamonaviy texnologiyalar asosida qurilgan bo'lib, barcha shart-sharoitlar mavjud. Hozirgi kunda bolajonlarimiz o'z faoliyatini olib borish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanilgan holda dars jarayonlari olib boriladi. Ota-onalarimiz bolajonlarini bog'chamizga berganliklari uchun juda ham xursandlar. Eyes and ears and mouth and nose. I am fine, thank you. Okay. Bog'chamiz bo'lmagan, viloyat hokimimiz va shahar hokimimiz tashabbuskorlar bilan yangi zamonaviy bog'cha bizga tashkil qilib berishdi. Bu yerda juda xursandmiz. Ilgarigi bog'chalardan rosa sharoitlari yaxshi. Bizni bolalarimiz uyimizdan ko'ra bog'chada ko'proq turishni xohlaydi. Hamma ota-onalarga beradigan maslahatim yaxshi davlat bog'chalariga beringlar bolalaringlarni. Bugungi taomnomamizda nimalar bor? Ertalabki manniy gruppadan kasha o'zbekona. Ovqat mazali chiqish uchun birinchi o'rinda ozgina mehr berish kerak. Men askarga ilm shaxmat o'ynash. Menga odinasda shaxmat chashishni o'rgatdim. Bugun davlat bog'chalari soni 615 taga, nodavlat bog'chalari soni esa 3347 taga yetdi. Yangi tashkil etilgan bog'chalar soni ko'payishi hisobiga qamrov ko'rsatkichi ham o'sdi. Deylik 2024-yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, 209794 nafar bolalar qamrab olingan edi. Joriy yilga kelib ushbu ko'rsatkich jami 288722 nafar 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil etgan holda, ularning 221090 nafari yoki 76,6% qamrab olindi. Ismingiz nima? Maryam, Muslima, Mustafa, Abdulaziz. Yoshingiz nechida? 7da, 6da, 7da, 7da. Qachondan beri bog'chaga borasiz? 4 yildan beri. 4 yildan beri bog'chaga kelaman. 4 yildan beri. Bog'cha opangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha? Bog'cha opangiz sizga nimalarni o'rgatadi? O'qishlarni, yozishlar, o'qishlar. O'ynasa, yozsa. Bog'chadagi o'rtoqlaringizni sanab bering, dugonalaringizni. Mubina, Madina, Imona. Mubina, Maryam. Alraz, Imon, Fazil. Madina, Maryam, Imona. Fazil, Mustafa, Sulton. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? O'qituvchi. Selam. Doktor. Kelajakda jurnalist. Harbiy bo'laman. Men ko'proq rus tilida ustozimizni yashkaraman. Chunki ular bizga ko'proq so'z o'rgatadilar. Munosabat Abdulbost. Planeta голубая, любимая, родная, она твоя, она моя, называется Земля. Я хочу стать солдат. Ок, 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 начинается урок. Ди, красавица, ди. На, выпотешина. Ay, слушай, пинашай. Порчугомат. Bugungi kunda ta'lim sohasiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Yangicha uslubda ta'lim tarbiya ishlarini olib bormoqdamiz. Hozirda bizning bolajonlarimiz uchun juda ham chiroyli sharoitlar yaratildi. Bu prezidentimiz tomonidan bizga bildirgan ishonchlari, biz shuni inobatga olib bolajonlarimiz uchun to'garaklar tashkil etganmiz. Bu to'garaklar biz rus tili
to'garaga ingliz tili to'garaga hamda biz nihol dastasi raqs dastasini tashkil topgan. Unda bolajonlarimiz o'z chiqishlari bilan, raqslari bilan, qo'shiqlari bilan viloyat shahar tadbirlarida namoyish etib bormoqdalar.